Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa yana bir ishimiz mana Andijon viloyati Marhamat tumani Qorabog'ga yakillab oldik. Ko'rib baho beringlar. Qanday holatda bo'lib bitdi. Ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan robotxonamiz. Oqqa mokri tillarni kombinatsiya qilganmiz. Mana chekadeklari akril bo'ladi. Rosa go'zal holatda bo'lib o'tdi, xudo xolasa. Kimga shunaqangi xizmatlar bo'lsa, albatta nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol 24/7 murojaat bo'laveradi. Rossiyadagi vatandoshlarimizga albatta WhatsApp nomerlarimiz, Telegram nomerlarimiz qo'yib qo'yamiz, hammasi chiqadi. Tashqari shapkalarimiz. Tashqari shapkalarimizni oq 037 tunikamiz, tillarga seriyada kombinatsiya qilganmiz. Rosa go'zal bo'lib bitdi, xudo xolasa. Mana bunday ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan mana MDFlarimizni ham qilib berdik ayvonlariga. Ayvoni, narigi xonasi, u yer ham MDF bo'lib bitdi. Mana bu ayvoni. Mana ko'chalar. Naryoqda ikkita kichkina uyachalari bor, ashlarni ham bulla qilib qo'ydik. Bu xonadonimizga 037 li tunika. Hamma rasxod ichida 135 ming so'mdan. Kosmosimiz alohida. Qirq metr tarno, 240 turba. Kichkina uyachalar, mana bu it uyasi. Xo'sh. Go'zal holatdagi robotxona kosmoslari bilan birga 32 millionga tayyor bo'ldi. MDF ichkari tashqari MDFlari. Shu odamni qo'ydik. Kosmoslarimiz doimgidek $140 dan. Dastavkasi ichida olib kelib o'rnatib joylab berishi bilan. Bu xizmatga faqat vodiy bo'ylab boshqa viloyatlarga yetkazib beramiz kelishilgan narxda.